Ahillik multfilmi taqdim etadi. Bir o'rmonda juda ham ahil hayvonlar to'dasi yashar edi. Ular bir-birlariga barcha ishlarida yordam berishar, bir-birlariga juda ham mehribon edilar. Xuddi shu o'rmonda bir ayyor tulki ham yashar edi. U bo'rivoyga har doim o'rmondagi eng kuchli hayvon ekanligini boshqa hayvonlarga ko'rsatib qo'yishini aytar edi. Bo'ri esa ayyor tulkining nayranglariga laqqa tushib, hayvonlarga ozor berishda davom etar edi. Jajji hayvonlar bo'ridan juda qo'rqar, uning yonida dir-dir qaltirardi. Bir kuni hayvonlar bo'rining ustidan ayiq polvonga arz qilishdi. Unga ko'ra bo'rini o'rmondan haydamoqchi bo'lishdi. Lekin ayiq polvon bu masalani yaxshilik bilan hal qilishligini aytdi. Hayvonlar bo'rivoyni mevalar bilan mehmon qilishdi. Bo'ri esa bundan juda ham xursand bo'ldi. Va boshqa hayvonlarga ham mevalardan ulashdi. Bir kuni o'rmonda juda ham qattiq yong'in sodir bo'ldi. Bu yong'inda bo'rivoyning uychasi yong'in ostida qoldi. Lekin hayvonlar bunga qarab turishmadi. Bo'rivoyga yordam berishdi. Endi o'rmondagi barcha hayvonlar ahil va inoq bo'lib yashashar edi va barchasi birgalikda bir-birlariga yordam berishadigan bo'lishdi.